Qiymas ekanmi operatsiya? Yo'q, Og'riqli emas ekanmi? Dunyo turguncha durunglaysizlar, borlaringizga shukur. Qiynalib yurishingizga arzimas ekanmi? Yo'q. Qalaysiz aka, tuzumisiz? Yaxshi. Aritmiyani sezarmidingiz? Sezardim. Nima bo'lardi? Yuragim sekin urardi, ana shu tashabda. Aha. Chap qo'l ustiga umuman yota olmasdim. To'xtab, hansirashlar bormi? Tomoqqa narsa tiqilishi? Ha, bo'lardi. Hozir qanday ahvol? Hozir yaxshi. Yaxshi bo'lib qoldimi? Ha, yaxshi. O'sha tinchlanib qoldi hamma narsa. Chunki sizda boshida kirganingizda xavfli aritmiya bor edi. Yuragingiz tashab urishi bor. Buni ham ikki xil varianti bor. Xavfsizi bor, xavflisi bor. Xavflisi degani ketma-ket 3 ta 4 ta chiqaradi. Bir dona chiqarsa bu xavfsiz varianti. O'sha ketma-ket 3 ta 4 ta chiqargani xavfli variant hisoblanadi. O'sha narsa bor, o'sha narsa ko'proq sizga shikoyat tug'diradi. Bosh aylanishlar bo'lmasmidi? Ko'z oldi tinishlar? Yo'q. Shunaqa aka, hozir topdik, kuydirdik. Uje bizada 11-minut ketyapti. Hozir yurak urishi bir xil, tekis. Chuqurroq ham kuydirib qo'ydim. Endi xavfliligini inobatga olib, umumiy hisobda 20-25 minut kutamiz. Hozir bitta dori qildik. Ya'ni aritmiyangiz yashiringan bo'lsa, uni chiqazib beradigan. Agar o'sha dorida ham tinch bo'lsa, yana bir 10 minut hammasi tinch bo'lsa, shu bilan tugatamiz operatsiyani. Qiymas ekanmi operatsiya? Yo'q, og'riqli emas ekanmi? Dunyo turguncha durunglaysizlar, borlaringizga shukur. Qiynalib yurishingizga arzimas ekanmi? Yo'q. Bo'ldi aka. Bo'lmasa ozgina yotib turasiz. Bizni tekshiruvlarimiz bor. Tekshiramiz. Ko'nglimiz to'lgandan keyin operatsiyani tugatamiz. Kelishdikmi? Bo'pti. Xudo kuch-quvvat bersin sizlarga.